quyonlar Germaniya, Rossiyadan kelgan quyonni bolalarini ko'paytirganmiz. Videoda bu yon emas, tashqi tomonda ham quyonxona bor, o'tkazib xarakteri yumshoq. Bunaqa odamdan qo'rqmaydi. Shuni hisobiga ko'pchilik shunaqa quyonlardan tanlashyapti hozir. Har xil rangli, har xil paroda katta vesovoy qo'yiluvchi sharoit zo'r. Mazza qilib yayrab, keng joyda yurishadi. Beraman. Yozda sal bitta zo'r flandir bor ekan. Yoni ham ko'rsatdim, qisqacha bo'lsa ham, shu vadam ustidan chiqdim. Bilab Assalomu alaykum quyosh ishqibozlari, salomatmisizlar? Biz mini fermaga keldik. Bu fermani ko'pchilik taniydi. Tanimaganlar uchun yana bir alohida syomka qilib ketamiz. Bu yerda основной dekorativniy karlik quyonlar boqiladi, karlik baran, karlik tikka quloqlar bor. Asosan bu fermadagi quyonlar Germaniya, Rossiyadan kelgan quyonni bolalarini ko'paytirganmiz. Hammasi toza parodali, naslli quyonlar boqiladi bu yerda. Mana masalan ko'rsatishingiz mumkin. Ko'pchiligi bolalarga, ko'pchiligida bola bor. Mana nemetskiy xatot quyonlari. Qulog'i tikkasida, qulog'i yotgandan bor. Vislovxiy karlik baran deyiladi, xatot. Hammasi toza naslli quyonlar. Hammasida bola bor, xudo xolisa. Yo'q, o'zi 7 xazinani biri desak ham bo'ladi. Mana hammasida bola bor. Shirinligini qaranglar. Olmaxon quyon, Instagram, internetlarda ko'rsatishadi-yu, dekorativniy. Shulardan. O'zimizda ham ko'paytirishyapti. Mana bunday ham bor tuqqani. YouTube'da bu fermani obzorini qilganman. Bemalol kirib kanalda ko'rsanglar bo'ladi. Endi bu galgi videoda bu yon emas, tashqi tomonda ham quyonxona bor, o'tkazib ko'rsatmadim. Keyingi videoda ko'rsataman deb va'da berib o'tib ketdim. Endi bu gal shu yerda ko'rsataman, xudo xolisa. O'chiraverasiz. Bu yotomonda ham shirin toylarimiz e'tibordan chetda qolmasin. Hammaligi yotishini qaranglar bularni. Bularni ko'pchilik mana shu xarakteri uchun tanlashadi. O'zini akkuratni tutib, odamdan qo'rqmasligi, xuddi mushudek xarakterda bo'ladi bular. Xarakteri yumshoq. Bunaqa odamdan qo'rqmaydi. Shuni hisobiga ko'pchilik shunaqa quyonlardan tanlashyapti hozir. Agar kimnidir qiziqtirsa, men nomerlarni yozib qoldiraman. G'ayrat akam fermalarida. O'zingizlar aloqaga chiqsanglar, qilib beraveradilar. Har xil rangli, har xil parodali karlik quyonlari bor. Bunda ketdik shu tashqi tomondagi quyonlarni ko'rsatamiz. Bu uylarni qaranglar, bu akkuratni hammasi standart yasalgan. Va tashqi tomonga g'ishtdan qilib in qilishgan ekan. Bu yerda yangicha ideya bilan birinchi etajda tovuqlar uchun, ikkinchi etajda quyonlar. Yozda salqin, qishda issiq bo'ladi. Bunaqa sharoitda boqish. Pastda tovuqlar yurishibdi. Endi hozir obed vaqti, quyosh tushib turgan ekan. Shunga unchalik ko'rinmayapti. Tepada quyonlar uchun mo'ljallangan. Mana bu yerda flandirlar. Katta vesovoy quyonlar uchun sharoit zo'r. Mazza qilib yayrab, keng joyda yurishadi. Yozda salqingina, qishda issiqqina bo'ladi. Pishtan qilingan. Akam ko'pchilik biladilar, oldin xo'roz boqqanlar, xo'rozga moslab qilingan, keyinchalik quyonga o'tib ketishgan. Qora tovuq shu uyga damashni tuxum chiqarib turibdi.
yangi quyonxona qilaman deganlar uchun ham bu ham bitta ideya. Xonasi bo'lmaganlar ko'chada salqin joy topib, mana shunaqa qilib quyon boqsanglar bo'ladi. Mana tashqi tomondan ko'rinishi. Bu yoqda tovuqlar hovliga chiqib ketmasligicha o'rab qo'yishgan. Nari tomonda yuraveradi ichkarida. Akkuratniy bo'lib. Xudo xohlasa salqinda ham bitta video qilib ko'rsatib beraman. Bitta zo'r flanner bor ekan. Ko'rmay qolma. Endi bir keyin safar kelganimda ko'rsatib beraman. Yoni ham ko'rsatdim, qisqacha bo'lsa ham, shu vadam ustidan chiqdim. Bilaman, anchadan beri YouTube'ga video joylay olmayapman. Sizlardan bir uzr so'rab qo'yaman. Xudo xolasa obzorlar yana boshlanadi. Maslahatlar ham berishda davom ettiramiz. Savolinglar bo'lsa kommentariyaga yozib ketsanglar bo'ladi. Telegram kanalimiz ham bor. Quyon boqish sirlari 1 degan. Unga ham obuna bo'lib qo'ysanglar, har xil ma'lumotlar berib, sizlarni zeriktirmaslikka harakat qilamiz. Bugungi videomiz qisqacha shundan iborat edi. Like bosib qo'yishni unutmanglar, kommentariyada o'zingizdan izohlarni qoldirsanglar xursand bo'lamiz. Obuna bo'lishni unutmanglar. Rahmat hammaga. Keyingi videolarda ko'rishguncha.